Bitta gap aytaymi? Sen chin erkak bo'lsang, u haqiqiy ayol bo'ladi. Sen chin er bo'lsang, u haqiqiy xotin bo'ladi. Sen podsho bo'lsang, u seni qirolichang bo'ladi. Sen oshiq bo'lsang, u senga jonini beradi, u seni sevadi. O'zing hech nima bo'lmay turib, undan hamma narsa kutmagin. O erkak, senga jon berilgan vaqtda sen ayolni qornida eding. Sen yig'layotganingda ayolni bag'rida eding. Sen oshiq bo'lganda ayolni qalbida eding. Ayol omonatdir. Uni xorlashga seni haqqing yo'q.